Uyatga odam qiylanmayapti ekanmi? Ashiga kim sabab? Men sabab. Sen sabab. Erkak kishi qiylansa ham qiylanmasa ham. Qani pul, men qiylanib ketdim, jonim qiylanib ketdi, iflos. Men qiylandim. Xudoy qo'lidan borib tur, iflos. Sen meni yarim yoshim bitta chiqib qo'ygan paslendi boqim bilan tengsan sen. To'g'ri gapirib o'tirdim. Nima deyapsan sen? Men nima dedim? Ishlamasa o'lib qolsa, o'lmasa qutuladi deyapsan. U qiylanib ketdi, kechqurun uxlamayapti. Uxlamayapman dedim. Senga qiylanib ketdi demadim men. Ha? O'lsa qutulib oladi deydi. O'lsa seniki achishmaydi. Eningga o'xshab bittaga tegib olasan sen. deydi. Ayam eri o'lib qutulgani yo'q aya. Ha. Boshqasiga tekkani yo'q. Chiqarmaydi. To'g'ri gapiryapti demaysan-a? To'g'ri gap bo'lsa ham bo'ldi, ishim bo'ldi dedim. Ha, bo'ldi dedim. Seni gaping jinimga tegdi. O'lsa qutuladi, unda o'lib olsin unda deysan-a? Seni bolangni o'limini biroq kutsin-chi, nima der ekan? Dedingiz. Ha? Seni bolangni biroq o'lsin desin. O'lsin dedim men. O'lib olsin unda qutular ekan osongina deysan. Erkak kishi bo'lganda topadi-da, qiladi-da. Boricha harakat qilyapti. Ketganiga shuncha oy bo'ldi dedim. Pul chiqarsa chiqarib yuboray dedim. Yomon gapirganim yo'q men. Shundan chiqdi. Shundan chiqdi. Yomon gapirdimi senga? Gaplashib o'tirib oxiri vayna bo'lib ketdi. Sen o'lsin deganingdan keyin men jonim chiqib ketdi. Chidamasa o'lib olish kerak ekan deb o'yladim dedim. O'lib olsin. Qutulasan. Erkak kishining orqasidan bitta kelgan men emasman. Sen sabab qilib kelding, men emasdim. Sen qilding. Shunchasi eplab o'tiribdi xotin bola chaqasi. Xotin olmay yillar yutsin sen baqa xotindan. Issiq uyimdan qo'zg'ading sen. Mingilor. Bitta men emasman, buni qarab el yurt qilib chiqib ketyapti. U ashlarga boqyapti, ashlarga ham bitta bo'lmayapti. Bu boqolmabdi. O'lib olishini xohlamayman men. Ashna deb turib meni haydab bo'l xotin abering ana. Uyda olib o'tirib. Men ober bo'lganman, bittani pul xashlab, bo'ptimi? Ober bo'lganman, o'zi kallasi o'zi bilan. Unda o'lib olsa qutuladi deydi. Erkakni topish kerak deydi. Qiylandim dedi kecha yana. O'zingiz aytdingiz. Boya xotin ovozdan keyin qutulib o'tiradi dedingiz. Nima deydi? O'shda ham aytgansiz. Ashi deganingizdan keyin men ishlayman deganman. Ashi deganimdan keyin ishlayman dedingizmi? Ashdan keyin chiqqan o 2-3 yil oldin aytgansiz. Ade, mingillab ma'da yashasa bo'ladi deganingizda gapirganman men. Bekardan gap chiqmaydi. Amalki bekardan chiqmaydi. Bekardan chiqmaydi. Xudoy to'g'ri gapirib yolg'on qilsang yuzing qora bo'lib o'tib ket. Bo'ptimi? Men noto'g'ri gap gapirmadim hozir senga. Hech kim noto'g'ri gap gapirmasa, chiqarib yuboray dedim. Yahyo qiylandim deyapti. Bizga keyingi hafta chiqaradimi, undan keyingi hafta chiqaradimi dedim. Menga chiqarmasin. Xudoy qora qilishni yuzing qora bo'lib o'tishgan, bo'ptimi? Yuzing qora bo'lib o'tishgan. Meni qora qilganlarning yuzi qora bo'ladi, Xudo xolasa. To'g'ri gapim tuqqaningga yoqmabdi deb, to'g'ri gap gapirsang. Men to'g'ri gapiringizni xo'p deb o'tirsam, yana boshladi. Men nima dedim? Yahyo qiylandim, bu bekar ketman. Ashida ham 1,5 ming topyapman dedi. Opangizga ashi gapni tushuntirib qo'ysiz, opangiz aytmasa mashida qolarmidi dedim. To'g'rimi? Noto'g'ri nima dedim boshqa? Chiqdimi? Doim ashi bizim oxirimiz mahna bo'ldi. Noto'g'ri gapmi bu? Ha, to'g'ri gap. Opangizga alo bir jahonda ami tuzingmi, ko'ti tuzingmi deyish to'g'riga, opa biz pobegdamiz. Bizga telefonimizni berma desiz ishlayatuvdimi mashida? Ha? Yo ishlamayatuvdimi? Bu qadar Yahyo kecha aytdi, bu ashida bir chiroyli pul yig'ilyatuvdi. Bekar ketman dedi. Kechasi uxlardim dedi. Borganda ham umi shuncha qo'lladi. Men aytdim, opang qildi